Assalamu alaykum Misranım tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Diyarimizdagi ajr mehnat egalari bo'lgan təhqirlarimizni sizlar bilan sirdish fursatiga eltib kelayotgan Sirdoshlar ko'ziga programmamiz yana o'xshashla sizlarning huzuringizga sunildi. Men bu san programmamiz orqali yana sizlar uchun xizmat qilish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xursandman. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misranım tor bekiti. Misranım. Bu san programmamizda o'tkir qalmi orqali diyorimizning tor taraqqiyotiga izchil to'yib qo'shib kelayotgan mustaqil ma'rifchi, shundaqla tinimsiz izlanish orqali tor dunyoimizning ma'naviyatini beyitishga zo'r kuch chiqarayotgan təhqirimiz Abduvali Ayub Gülen akamiz bilan suhbatlashmoqchimiz. Bu haqda suhbatimiz qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misranım tor bekiti. Misranım. Assalamu alaykum Abduvali aka. Va alaykum assalom. Sizningki oldi bilan shu qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashganligingiz uchun tor guruhimizga barliq xodimlar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Men sizga rahmat. Undan so'ng aka oldi bilan shu tordoshlarimizga bir salomingizni yetkazib bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum hurmatli tordoshlar. Abduvali Ayub sizlar asrini so'yib o'qiydigan, men asarni so'yib yozdigan Gülendan sizlarga salom. Undan so'ng aka oldi bilan sizningki shu o'qish tarixingiz, shug'ullanayotgan xizmatingiz, ya'ni bo'libmi siz to'g'risida ozroq bir tushunchaga ega bo'lgan bo'lsa xo'pdiki. Men dunyo davlat tilshunos Uyg'urlarning faxri Mahmud Qashqariyninki qabrisi joylashgan Opalda, Qashqariyninki Opal yesi tug'ilgan. Ondan biz 1989 yılı to'liqsini tugatganman. Undan keyin 1992 yılı Markaziy Millatlar Universitetininki Türkologiya fakultetiga o'qishga kirgan. Undan keyin 97 yılı o'qishni tugatgandan keyin Qashqar shahri qarashli davlat vag'isida bir ikki kentda men ashadagi Zhang Wangshu yiliga tarjimon bo'lgan. Bir 4-5 ay tarafida. Undan keyin xizmatdan istifa berib 1998 yılı 9. aydan başlap 2001 yılı 7. aygacha Şinjan Üniversitesi'de qadimki tekstlar bo'yicha magistr aspirantlikda o'qigan. Ondan keyin 2001 yılı Lanjo'da G'arbiy Shimol Millatlar Universitetida o'qituvchi bo'lib ishladim. 2007 yilgacha. 2007 yildan ondan keyin Urumchiga qaytib kelib, Urumchida mazgil ishlagandan keyin Amerika'ya çıkıp okudum. Amerika'da okup 2011 yılı 6. ayda Amerika'dan qaytib geldim. Qaytib kelgenden keyin Qashqarda Nurxon til tarbiyalash markazi degan markazni do'stlar bilan birga qurib, shuni rivojlantirib kelyapmiz. Bizga ma'lum aka, siz izchil turda Uyg'ur millatimizningki ortiqchilik to'g'risida ko'proq to'xtaldingiz. Sizningcha unda bo'lsa biz Uyg'ur millatimizningki boshqa millatlar selishtirgan chaqda ortiqchiligimiz, shunday kamchiliklarimizga qanday baho bersak bo'ladi? Birinchi savolingiz yaxshi savol bo'ldi. Buni men deb turgandim, so'rasangiz zodi. Chunki men asarlarimni o'qiganlar ashta deydi. Bu Abduvali shu bizning millatimizni qasddan maqtadi deb. Men maqtamayapman. Men faqat rost gapni deyapman. Millatimizningki biz ip chiqqidek kamchiligi yo'q. Shu 93-yillarda qaynagan bu millatninki bu kamchilik to'g'risida gaplar. Shu chaqda bizningki Shvetsiya turgan bir akimiz bo'lgan, Abdushukur deydigan bu akimiz shu bizning mendan burun aspirantlikda o'qib, Shvetsiyada doktorlik o'qishga ketgan, fizikada o'qiydiganda. Shu akimiz shu Uyg'urlarning kamchiligi to'g'risida maqolani ko'rib, qachonlik o'tgan. Men bir kuchada bir dehqonning o'yida cho'ng'an bo'laman. Men shu kuchadan chiqib, Shvetsiyada turib, hech bir o'zimning Shvetsiyalikdan qoldigan bir yerimni, kamiyalarimni bayqamadim. Bu men bayqamadim, bizning tog'ali qanday bayqab olgandi? Agar men millatimizda illat bo'lgan bo'lsa, men shu Yevropada turib, ajab millatimni illat vakilini bayqasam bo'ldi. Men bayqamdim u.
deb shunday bir gapni debdikan bizning tanishlar. Bu gap menga bek ta'sir qilgan. Amaliyotda men bu Beijingda o'qidim, Lanzhouda ishladim. Bu hayotimda men bir xalqning oldida Uyg'ur bo'lganligim sababidan, Uyg'urlik illatlarim sababidan hech yerda bir kamsizlik qilmadim. Xalqning kamsizligiga uchramadim. Aksicha Uyg'ur millatiga xos axloqlar sababidan, shu axloqlarningki menga singdirilganlik sababidan men yaxshi kun ko'rdim, yaxshi hurmatga erishdim. Fazilatlarim sababidan hurmatladim Uyg'ur kim odam deb. Shu bu yerda bizlik illat bor degan chog'da buning kimda bor degan qarash kerak. Har qanday millatning ichida yaxshi yomon bo'ladi. Lekin bir millatning madaniyati yomon yaxshi bo'lmaydi. Bu yaxshilik, yomonlik, pastlik, chuprandilik bu bor qanday millatda bor. Lekin bu hargiz milliy masala emas. Ya'ni bir millatning hammasiga xos masala emas. Yaxshilik, fazilat ham millatda bor, yomonlik, rezillik har qanday millatda bor. Endi buni Uyg'ur millatlar manda millat bor desa, burun biz bir mezgil buningga rost deb ishongan. Nimishqa desa, Lushin shunday bir ishni boshlagan. Lushin Junguliqda, Junguliqning ro'yida bundaq bir narsa bor degan. Bu Junguliqning ro'yida emas, Junguliqqa o'xshash taraqqiyoti orqada qolgan. Dunyoga uzoq mezgil ichilmagan, dunyoviy ma'rifningki saviyasini yiroq qolgan millatning hammasi o'sha narsa bor. Bu shu millatning ichidagi milliy masala emas, shu millat tarbiyasizlik masalasi. Ya'ni ma'rifning fanning umumlashmoqlik sababidan kelib chiqqan masala. Hech qaysi millatga xos emas. Uni Yevropaning boshdan kechirgan, biz boshdan kechiryapmiz. Endi ma'rifning umumlashi, fanning umumlashi bu narsa tabiiy tugagan narsa. Uni hargizim Uyg'ur millatining ilti ekinsa bo'lmaydi. Men Yevropa mayli Amerikada bo'lsin, qarasam, unda masala bu biz bilan o'xshash taraqqiyot saviyasiga ketib qolgan arablar deymiz, afg'onlar deymiz, turklar deymiz, farslar hammasi baka o'shlar. Uyg'urlar bosh emas ekan u. Faqat ham bizning ko'zimizga shu Lushin Junguliqdagi illatlarni bosh qilib asar yozgandan keyin keyin bizning Lushinlarimiz chiqib, o Lushinning o 70 yil burungi tafakkurini hozirga ishlatib, yana shu millatning ayb nuqsonlarini ochsaq, shuning bilan bir doktorlab davolaymiz degan bir gap bilan. Lekin bir odamni davolag'ili bo'ldi. Lekin bir millatni davolag'ili bo'lmaydi. Chunki millat degan bak yo'g'on gavda, Uyg'ur degan 10 million odam, 10 million odamni bir odam davolay olmaydi. Ham 10 million odamning 10 million xil kesili bor. Agar hammamizning o'rtaq bir kesilimiz bo'lgan bo'lsa edi, buni bayqam bo'ladi. Bunda kasal yo'q. Bunda kasal diagnoz qo'yilib, o'z demasini bor. O'z yaxshi doktor emas. Men buni izchil deb keldim. O'sha millatning psixikasi bu deganlar psixologiyani qanchalik bilasiz? Ondan millatning urf-odati u bu deganlar, bu urf-odat madaniyatni tadqiq qilgan bir ilm bor, insonshunoslik deydigan. Bu ilmdan xabaringiz bormi? Unda bo'lsa siz bu ilmlardan xabarsiz turib, mush ilmlarga yozilgan hodisalarga nima uchun baho berasiz? Siz yozuvchi bo'lgandan keyin obrazdan birini yaratib, shuni bir chiroyli bilan tasvirlab, haqqi bir o'qig'idek bir narsa yozing. Hargiz millat unda, millat bunda degan gapni millatga hukm qiladigan to'npichni ochni qilma degan bo'lsa ekan. Men ko'rgan nimada mening deganim hargiz millatni madilimidim. Madilidek millat bu. Madilida bo'lgan hech kim yo'q millat bu. O qalaloq degan millat xosimiz, qalaloq degan insonning o'rtaq dushmani bu. Ma'rifsizlik, qalaloq u insonning o'rtaq dushmani bu. Bir millatning emas. Bütün dünya qarşı bununla. Şuna bir Uyg'urga dünyadaki barliq millatlarning da o'rtaq bo'lgan, barliq insonlarda o'rtaq bo'lgan g'aybatxo'rlik, chaqimchilik, o'rinliq, qatorliq illatlarning hammani yuklab qo'ysak, adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Bu faqat biz jonni xato tushunib, o'zimizning hozirgi ojiz holatimizni shu bütün o'zimizdan kelib chiqqan, o'zimizning mushulqi millatlarimizdan kelib chiqqan degandan iborat eng oddiy, eng oson, eng bexatar hukmi ko'nib qolganligimiz uchun shunda da'vatimiz. Amaliyotda ish unday emas. Rahmat aka, sizningki mushu yuqori so'zlagan so'zlaringizni anglagan odam, ya'ni sizning asarlaringizni o'qigan odam haqiqatan o'ziniki Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanmay turmaydi. Haqiqatan sizningki shu yo'nalishga gaplaringiz anglagan odamni, o'qigan odamlarni shu yo'nalishga Uyg'urlardan faxrni tuyg'usi boshlatmoqda aka. Unda o'z aka endi navbatda shu tor dunyorimizga kelsak, bizningki shu tor dunyorimizga ba'zi tordashlarning orasida bir qism illatlar bor. Ya'ni shu qasd
qasddan pishni ig'vo taqtidigan, ayrımcılık, bölgünçülük qilgan ahvollarni aytdi nurg'un. Unda bo'lsa sizdan mushu fursat so'ragan bo'lsam aka, mushu bir bölgünçülük qilmishlarini shakllantirayotgan mushu hodisalarning oldini olishda qanaqaroq amildan qo'llanishimiz kerak, oldin og'il bo'lamdi. Negma taqtidigan ishni to'g'riliq baran bo'ldi. To'rda pitnegma taqtidigan ishlar bu dunyoning amirida bo'ldi. Chunki to'r aslida mavhum bir dunyo bu. Ya'ni men sizning nima ish qilayotganligingizni ko'rmagan ekan, sizni aytib bir erkinlik erishsiz. Ya'ni siz kimligingizni yo'qolgan ekan, xohlagancha degingiz keldi bir gap buni. Buning hamda munosabatli qonun nizomdan chiqib pitnegma taqatganlikni qachon jazolanib bo'ldi. Biz bunu bek azap etmesek mi oldu? Hiç ne olmaydı. Yani birisi torda köp xil fikirlerinin bo'lişi men arzu qildigan ish. Bo'lsa, qancha köp xil fikrda bo'lsak shuncha yaxshi. Amaliyotda bu Uyg'ur jamiyatida insonlar qutblarga ko'p ajralib bo'lmaydi. Chunki bizda bir-birisi keskin o'xshamaydigan ideyaviy qimlar yo'q. Unda ideyaviy qimga sharoitmi yo'q. Unda bo'lgandan keyin hammamiz asosan bir yiqimda. Hammamiz bir yiqimda bo'lganligimiz uchun birarimiz sal o'xshamaydigan gap qilsak, bir xillik ayrimchilik bo'linib ketib qolgandek tuyulib keldi. Uning hech qanday ta'sir qilgani yo'q. Yana birisi masalaga bo'lgan boyimizning o'xshamasligi bu bizning boyligimiz. Bo'z o'xshamaydigan fikr qilaylik. Ham buning menimcha oldin olmasak bo'ldi, lekin qoyilqlarlik fikr bilan qasdan o'tirib qo'yilgan bir narsa bo'ldi. Başqalarını yoki boshqalarning ideyasini yoki boshqalarningki o'tirib qo'ygan tushunchalarini oldinroq qo'ygan maqsad bilan buni arish kerak. Qasdan fitna degan bir odamni cho'kirishni maqsad qildi. Dunyoda bir odamni cho'kirish eng oson. Masalan, Turkiyada bir odamni cho'kirish qanday cho'kirdi desa qarang, mana cho'kirdi. Bu Turk emas. Buning dadisi Laz yoki birimiz bilmay deydi. Uyg'urdan o'xshash. Shunda bir odam bir ish qilib qo'yguncha, uni buning bir tuqqini bilmay deydi. Bu axloqsizlik. Bu nima desa, Turkiyada shu, Uyg'urda shu, bu bir yani bir inson bilan uning oti bo'lsin, munosabat yo'q qaranglar. Yani biz bu dunyoga Alloh taolo bizni musulmon qilib berdi. U biz oti bo'limizningki bevosita tarbiyasini qabul qilmaymiz. Faqat dadimizning dadimlashiga muhitdan ta'sirini qabul qilamiz. Shuna bu bo'lsa masalan deymiz masalan bizning bo'yimiz nima bo'lib qolsa ish olmaydi. Arab bo'lib qolsa ish olmaydi. Fors bo'lib qolsa ish olmaydi. Biz Uyg'ur lekin. Bizning bo'yimiz Afg'onistonga kelgan bo'lishi mumkin. Mayli ish olmaydi. U bo'yimizning tarixi, lekin bizning tariximiz Uyg'urning tarixi. Shuna bir odamning 30 bitin to'qishda bunda sapasiz bitin to'qqilash o'zining bitiniga loyiq odam edi. Masalan, u undakin, bu bundakin. Lekin bir odam ma'lum xil ko'z qarashni o'tirib qo'ysa, uningga o'xshamagan bir xil ko'z qarash o'tirib qo'yish orqali yoki uningga xatosini tuzib berishga o'tirsa ayirmaslar bitmaydi u. Yana birisi biz deyishdik, bir odam prinsiplik masalalarda xato o'tkazsa, prinsiplik masalada xato gap qilsa, uni mag'lub manada gap xato bo'ldi deb o'tirib qo'ysa, u bitmaydi. U degan bir normal jamiyatdagi munozara masalasi. Undan asrashning hojati yo'q. Biz fikr o'xshamasligini bo'lmachilikdek bir xil ko'rib, uni bakalik g'oyat zo'r dushmandek his qilib kelsak, bu bizning o'zimizning psixikamizdagi qo'rqinchli kesildi bor. Abdulla aka, mush fursat sizdan so'ragan bo'lsak, sizningcha mush Uyg'ur ziyolilarimizningki davlat ma'muriy xodim bo'lishdan boshqa yana ish qilish jihatda boshqa chiqish yo'li yo'qmi? Yani mesela nima desa, endi o şirket, bu iqtisod, bu ishlar bo'lib boshqarish masalasiga kelgan chog'da bu saviya talab qildi bunga. Endi bizning saviyasi va bolalarimiz, saviyasi va do'stlarimiz, yaqin yo'riqlarimiz shu hukumatningki organlarida ma'lum amallar tutib o'tirdi. Ular ashxil hayotga ko'ngan. Endi bir mezgil shu 80-yillardan keyin Uyg'urlarning an'anaviy savdodagi moyirligi, chechenligi, qatorliq tabiiy talant bilan pul topgan boylarimiz shu 2000-yilga kelgan chog'da burungi usulda pul topishninki yaramaydiganligini his qildi. Bular burungi yakka tijorat, bu shirkatlashda
Lekin bu şirketleşip bu zamanıvi soğuduğu yüzünlük doğru gelgen çağda şu zamanıvi dünyanın düşündüğün Cumhur'unki türlü kaydı kanunlardan haberdar hükümet ile mi, puhra ile mi alakalılaydıgan kişilerge erişemeye kaldı. Bunda kişinin köpüncüsü hükümet organlarında çay içip oturuşlar var veya ki türlü emellerde özünün kesbi bilen, kızıqışı bilen hiç kanda münasebet yok. İşlerini kılışlar var. Ben bunu bilmem. Benim alt tarafımdaki dostlarımın şunda var köp. İşte şunu halımaydı. Lekin yani şu maşinesinden yani şu işiden ağırlışını halımaydı. Bir tevekkül kılıp baksa ameliyatta şu nurgun şirketlerinki yani hazır qamlaşmay atkan başkuruş sebebinden türlü siyasetlerini düşünmeslik, türlü münasebetlerini, yuqurtu münasebetlerini yaxşı yürüştüremeslik sebebinden kelib chiqib atkan meselelerden saqlanmalı bo'ladi. En oddisi men bu da Qashqarda Türkçe kurs etish jarayonida bir qancha şirket qurgan bolalar bilan nima qildik. Bir şirket qurgan boldaydi, bir yaramliq nima topolmadim. Buğaltır topolmadim. Oy bu Qashqarda shunchaq buğaltır var o desam, yaxshi buğaltırning hammasi shunchaq maosh versakmi bizga emas hukumat ishlaydi ekan. Biz hatta mashina birlar, uy birlar zavodning qishdi. Dedik, qatti uni qilolmaydi ekan. Bizga muqim birlik, yaramliq buğaltır olmasa bu ish oqmaydi ekan. Degan bir gap qildi. Yana bir birodarimizning cho'ngmush mashina zavodasi shirkati bor ekan. Shulimi bizga noyatda birlik bu hükümetin siyasetlerini, andan bu banka, bu sistemini yaxşı düşündüğün bir setiş direktör lazım diye. Bu şu tapamavatımız deydi. Ve üzemnin meselesini alsam biz Balla Tarakat Merkezi var bizim kolumuzda. Andan başlangıç, toluksuz tolukotları İngiliz dili merkezi var. Andan Türkçe qatarıtlarını gittiğimiz. Biz bu torga ilanı çıkardık. 3000 son maaş verimiz, 5 yıl soğurdusunu төлep verimiz, bir edem lazım dedik. Lekin kelgelinin köpüncüsü şu toluksuzun tügütüp balla marifet okugan ballarken o ballanın asıl dilla gali mektepki ötemegen balla asıl dilla nimistaz yaxşı emas. O şart uygun bulmadı. Ondan şartga uygun kelgelleri şembe işlep verimiz deydim. Biz şembe bol adam bulduk. Bütün külük adam bulduk. Hizmetçi bulduk. Oğlunun hatta dedik biz hazırki edivatkan muaşımızda şukur muaşı vermeyi dedik. Lekin şunu olmadı. Hem de hazır kıldığın iş ciyek. Kıldığın iş mesela şu ben abiyem misallar dedim. Muşunun hemimiz adam ihtiyaclık. Lekin kıldığın adam yok. Bizning Harvard okugan birodarimiz kelib nima qildi? Paranlaştık. Aşı mı deydi endi. Muşta bir meblağ şirketi degende işlerini kılıbatımız edem yok deydi. Demek bizde hazır adam cık ameliyette. Lekin bu adamda baka. Nurgun iqtidarlık adamlarımız işxanda baka. Nurgun iqtidarlık ballarımız şundak yaxşı hizmet şaraiti tusumu imtihan meydanlarında baka. Yani nima qilamiz deydi? Ma'murlik imtihan beramiz deb beka. Nurg'unni to'rning oldida beka. Lekin so'rsangiz, men aldirash deydi. Amaliyot qimmat yaratamdi. Qimmat yaratmaydi ular. Yani ishxonada turib choy ichidi. Men bu qimmat yaratmagan ishni qilib boqqan. Ayni vaqtda biz davlat vaqti ishlagan chog'imda men shu adiganda nimaga bordik? Kentga bordik. O bizning Hanzo shu jibi oyini boqdi. Onun bir tercümanlık qilib, o'z qilib qo'ydi, uxlaydi. Biz turib qarton aytdik. Lekin işimiz yok. Lekin işimiz var diye, işimiz var diye. Kısmetimiz var diye. Lekin neymiş kıldık? Hiç çıkamaydı kanlı. Hiç çıkamay maaş aldık. Men o'choğan çağda bizden nurgun, nayt akıllık, en çiçen ballarımız imtihan verip, cevap atıp ahırda hiç çıkma sıkıntılar vardı da. Çıkındı taraf, çay içiydi. Şu arkalık turmuş kapalatlığı oldu. Lekin şu kapalatlığı turmuş ne? Şu bizden şirket kuğalla, mesela ben bereli ettim şu nesini. Adam kemedi nuq. Bu bekarchilikdan
bu adamlar ahırda nima bo'ldi desa, oliy maktabni tugatib, japochak ma'murlik imtihon berib, ma'mur bo'ldi. An 2-3 yildan keyin o'rganganni hammani unutdi. Unutib, u balani ishlasak-mi ishlatamaydigan bolalar bo'lib qoldi. Bunda bir şey oldu. Biz bir ma'mur organni pensiya chiqqan bir odamni ishlatib baqdik. İşletsek, bu adam men bo'lsam ishxonada turdi. Men kasalmi ketadi. İşqi bo'lsam ketadi, yo qildim yo qilmadim men yo'qib ketadi. Men buning sababini qanday bo'ldi ekan deb surishtirsam, asli bu ma'mur organlarda xizmatchilar ko'p narsa xizmat qildi ekan. Boshqa bo'lsa ishxonada turdi ekan, boshqa bo'lsa qochdi ekan. Ishqi bo'lsa ishxonadan chiqishdan obdan fursat qilib qochib ketdi ekan. Ama shunda sharoitda 20 yil ishlagan odamni kim bir shirkatga ishlatsa ishlamaydi bu. Nima ish qilsa, xuynolik uchun shakllantirib qo'ygan. Masalan biz bunda qilib boqdik. Bir ota-onalar suhbati yig'ini qildik-da. Anda nima qildik? Bolalarning o'rgangan bilimlarini namoyon qildik deb qildi. O'shada hammamiz g'o'sh gap qildi. Nima ish qildi qildi? Desangiz bu davlat ma'muri bo'lgan ekan, davlat ma'muri degan o'tirib Fransiyada o'shqanda o'tiradi. Bu Fransalish odatni bu 20 yil shakllantirgan. Unda bo'lgandan keyin biz shu paransamaydigan gapni qilib bersak, qo'ydan chiqamayotgan gap. Bizni ko'lga yemami, ko'yamay gap bor. Kunab qolgan shunga. Demak, bizning ziyodalarimiz, bizning ya'ni shu oliy maktabni tugatgan eng munavvar bolalarimiz bir ming jafoni imtihon berib, ma'mur bo'lib, masalan 10 yil yoki 5 yil ishlagandan keyin ash keraksizlar bo'laydi. Oliy maktab tugatganlarni unutdi. O men ishlab baqqan ma'mur bo'lib baqqan, o ma'murlikda bu ishni ishdan boshqa boshqa gapni anglashim bilan ish yo'q. Savodi bor odam bo'lsa, tutqul chaqal odam bo'lsa qiladi bu ishni. Mushunda qilib bizning nurg'un bolalar o'zining oltindek aqlini isrof qilib, hech qanday qimmat yaratmay, oxirida keraksiz odamga aylanib bordi. Men buni nima deyki, bizning oramizda eng chong isrofchilik deb qarayman. Mush isrofchilik sababidan bizning Uyg'ur iqtisod sohasidagilar toz yaxshi bilinmayapti. Nima ish qilsa, bilimi bor adam hukumat organida, puli bor adam hukumatning sirtida, uning bilimi yo'q, buning puli yo'q, yo uni chiqolmaydi, o'zini begalini xarob qiladi. Shu bu eng chong isrofchilik. Shu men nimaning bolalarningki hayotda zade biz erishayotgan puldan bo'lak yerdan qozonish ehtimolligi bormi yo'qmi? Bu o'xshash pul tepish ehtimoli bo'lsa, nima deb men ma'tarib turaman. Masalan, hozir hukumat hamma narsani sug'urtaga yo'ldirdi masalan. Hamma sug'urtadan olamiz bir narsani. Burunqidagi bir noyillik qo'ygan kelin manbasi, pensiya manbasi yo'q. Hozir masalan men sug'urta qilmasam shu oxirida muosh qilib berdi. Uni hech qanday bir bilinmaydigan tarafi yo'q. Lekin bizning shu ota-onalarning iddisi, ondan yoshlarning iddisi, toza ma'lumotlar hozirgi bilim egiligi, bilimning qimmat yaratadiganligi, bilimning pul topalaydiganligi din iborat maqoniyatni tushunmadilar. Shunga bu hozirgi ishlarimizningki olib-bosmasligi da mustabim bor. Ondan bizning yosh, ya'ni ziyoli deb olsak, o'qigan bolalarimizni mushunda bir masala bor ya'ni. Menimcha bu masala tuzilish kerak. Men ziyolilarning bo'lsa o'zining qo'ldan keladigan ishini, o'zining qimmati hosil bo'ladigan bir ishni, o'zining aqli ishlaydigan bir ishni qilishni orzu qilaman. Naydim atrofli tushunchaga qildingizga rahmat. Unda bo'lsa sizdan yana bir savolni so'rash xiyolim kelyapti aka. Shu Uyg'ur milliy madaniyatimizni taraqqiy qildirishning qanday usullari bor? Mushanda bir o'zingiz yig'inchiqlab akib turdoshlarimizga hozir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu Uyg'ur madaniyatini biz taraqqiy qildirib bu bak çok masala. Biz ma'valiqi bizning anglag'uvchilarga bak keladigan bir ishni qilaylik. Uyg'ur madaniyatini emas, o'zimizni ona taraqqiy qildirmaymiz. Ya'ni Uyg'ur taraqqiy qilsa, Uyg'urning ichidan chiqqan odamlar o'zini taraqqiy qildirsa, o'zini yuksaltirsa, bu Uyg'ur tabiiy taraqqiy qildi. Shunga biz mush konkret bunday masala qilaylik. Biz o'zimizni qana taraqqiy qildiramiz, har birimiz o'zimizni qana taraqqiy qildirmaymiz. Sen mening mundaraq bir qarshim bor. Biz shu Qashqarda bolalar bilan hamkorlashmoqchi bo'ldik. Men yana shu amaliy parangdan boshlayman buni. Bağınçağımızda aldılar bunda bir edim bulduk. Bu şu mektep yaşayotgan bolalar bilan ko'rishdik. Bir so'zdan ko'rsak, u nim qilmaydi ekan. U Abdulla G'oyibninki
haqsiz maqola yozib qozongan obrazini onu e'tirof qilmaydi ekan. Yana birisi o o'zini kuchli deb qaraydi ekan. O kuchliligini natijada nima jarag'anligi, o'zini jarag'anligi, natijada ishxonasi borligi bilan o'lchaydi ekan. Qo'limda nechilik ish qaraydigan bola bor degan bilan o'lchamaydi ekan. Bunda qarab baxsam shu qo'lni o'zdirmas odam yo'q ekan qo'lda. Bu yarmaydi ekan. Yani bu yerda ishni boshlab turib qanday qildi desa, qarish tarafniki balqi. Ko'rinishni o'ylaydigan yerda. Bu ishonchli ko'rsatuvchi. Sen hukumat xizmat qilamsan. Sen bexatarlik o'rnini xizmat qilamsan yoki shirkatga yordamchi, shirkatga hamkorchilik qilamsan. Bu nimadik xatolik bu o'yliqi. Dastlabda biz masalan bir shirkatga hamkorlikni odam topadigan bo'lsak, bizni iqtidorga qaraymiz. Iqtidorlik bo'lsa, qo'ldan biz qilayotgan ishni tang yurishtigidek amali bo'lsa, u maylining qanday bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar. Biz o'sha vaqtda o'zimizning fazilat orqali o'zimiz tavba deb qarayotgan e'tiqod iddia orqali qarash tarafni o'zgartirsak o'zimizning baxti bu degandek. Nima deb biz ishni boshlaymiz qarash taraf talab qilib ishimiz. Ana yana bir masala nimani tushundirdi? Desa avvaliqi mening manchada o'rnim bor degan narsa. O boylik degan masalada nima qarayapti desa, o boylik deganda pul ko'zlayapti. Boylik pul emas amaliyotda. Men iqtisodchilar emas, lekin mening qarshimda boylik pul emas. Masalan, mening qo'limda 100 ming so'm bor deydi. Ya'ni 97-yil 100 ming so'm pulim bor deydi. 100 ming so'm pulim bo'lsa, men shuning bilan 100 ming so'm pulim bo'lsa, men kelsam 100 ming so'm pulim bo'lmagandan keyin sen boy emas, men bilan o'tirib qolmaysan. Ya'ni men hamkorchi bo'lamaysan, sherik bo'lamaysan. Desak, bu yerda masala nima chiqdi desa, hozir 97-yildagi 100 ming so'm pulingizni shu paytda hech kim bilan qo'yib qo'ysangiz, u pulingiz hozir hech kimga arzmaydi. Agar 97-yil bir odam oldingizga kelgan bo'lsa, uning endi 10 qo'y puli bor. Lekin u odamda sizning shirkatingizga mos kelgan iqtidor bor. Unda bo'lgandan keyin siz ashuni iqtidorini 100 ming so'mda bog'lagan bo'lsangiz, g'alib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni biz bu yerda nimani boylik deb qaramadik desa, o'sha odamning iqtidorini boylik deb qaramadik. O'sha odamning boshqalar bilan hamkorlasha oladigan, boshqalarning kamiyatlarini to'liqlay oladigan, moslashchanlik fazilatini, bilimini boylik deb qaramadik. Amaliyotda biz bir ish qiladigan bo'lsak, bizning eng cho'ng boyligimiz mablag' emas, shu odamning qo'ldan keladigan ish. Qo'ldan ish chiqadigan iqtidori va boshqalar bilan moslasha oladigan, hamkorlashadigan fazilati va odam bo'lsa, buning o'zi boylik. Unda bo'lsa Abdul aka sizningki bundan keyingi arzu armonlaringiz, planlaringiz bilib baqqan bo'lsak, shundaqla yana to'r oldidagi to'rdoshlarimizga qanday bir yurak so'zlaringiz bor ekan shuni anglab baqqan bo'lsak xo'p ekan. Mening planlarimning hammasi mush konkret amaliyat, ya'ni men turayotgan yeyotgan tomoq, beqiyotgan bola o'shalardan kelib chiqqan. Men kelgandan keyin bir narsani bayqadim bor. Bu qanday gap desa, biz moy setib olsak, moyninki bu ozgalmaymi yoki qandamay buni shaklini bermayapmiz. Ko'ktot setib olsak, o ko'ktotninki dehqonchilik to'g'ri to'silib ketgan bo'lsa, zararli qolamiz deb so'rayapmiz. Go'sht setib olsak, o go'sht to'ng omburdan chiqqan bo'lsa, bu nimaning go'shtini ketmaganda deb undan so'rayapmiz. Demak, bu hozir biz yeyotgan narsamiz bizni bir krizis qilib boshlayapti-da. Ya'ni krizis tuyulsa qilyapti. Şunu ben Amerika'da bir narsani o'ylagan, Amerika'da bir nimening men tug'an shtatda nimalarninki falastinliklarning ochgan bir do'koni bor. Bu butunlay shu musulmonlar yemaydigan sizdi. Uning ichida hammasi Amerikada organik mahsulotlar bir gap bor. Organik mahsulot degani shu dehqonchilik to'g'rida sepilmagan, ya'ni firmlashmagan, zavodlashmagan, kichik zavod, kichik qo'l arqılı kılınan şu dehqonchilik doğrusu yo'l qatalga silinmagan yemeklik qatalgını o'z ichiga olgandi. Organik yemeklik degan narsa. Men buni batafsil o'qib ketmayman, lekin men mushroq tushunmayman.
Şu organik yemeklikning iddisidan foydalanib, mana shu parastlik ochgandek shu musulmonlar, ya'ni Uyg'urlarga kundalik iste'mol qilinadigan narsaninki pak halol bo'lgan qismidan bir uyushtirilgan bir tanlab bozor ochish orzuyim bor. Bu hozirmi bor. Mushtaqa ish qilib baqsam deb o'ylayman. Masalan, bizning bir birodarimiz shu Otishda bir cho'ng o'rmonni ijara qilib, shu yerda tuxa, ondan o'dak, g'oz bir narsani yo'qotdi. Bu ashuninki tuxu go'shti, o'dak, g'oz go'shtlarini so'ydirib chiroyli qilib bir nima tizsaq. Ondan keyin bizning Qashqarda xalqlikdan xiboratgan bolalar bor. Yo'q, ne shu deb joyidlam ayditib aşağı bilan bir otqalama pakiz halal demek için qilgan bolalar bor. Ama navaylarning ichida bir gap masala bor ekan, nonga sanoat tuzi ishladi ekan, sanoat tuzi azan ekan. Bu sanoat tuzi degan zaharli ekan bu odamga. Shu navay bolalar bir qismini rashtoqda men tafsil bilmayman. Shu bolalar sanoat tuzini to'nirga sepib boshlandan yoqadi ekan. Hamdi shuna bir qism bolalar shuni tashabbus qildi, shu nonni sanoat tuzi etmaydigan non yesak degan narsa. Yana birisi hozir birlik mahsulotini oshiramiz deb ximiya o'qitini jiqsitib seykuftat andım shu buğday bu masalada hakikaten shunda bo'lgan chog'da biz go'shtlardan tortib takim shu kuftatgacha andan un mushulargacha bir organik mahsulot, organik yemeklik degan ideyani chiqib turib, onun pak halalligini oldingi shart qilib, shunda bir dukkan ochsaq, har qanday bir musulmon Uyg'ur kishi xotirjam iste'mol qiladigan bir narsa qilsaq degan narsani bir o'yam bor. Buni men qilmaslik mumkin. Bizning to'rdoshlar, qarindoshlar ichida buni qildiganlar bo'lsa, Amerikada ochta bir dukkan bor, Pakalal deb. Shu Pakalal degan dukkan talla bozori. Bu talla bozorlarningki boshqarish sistemasi, ondan tijorat felsefasi, tijorat usuli deganini men inglizcha tarjima qilib, shuni qildiganlarga depasam bo'ldi. Buni men bu bir plan endi. Men buni burunlam o'ylagan 2010-yil mushtaishni qilsam degan narsa mush vaqt qilib bo'lmadim. Buni qildiganlar bo'lsa, men buningga o'zim haqsiz yordam bo'ldi. Bu birisi. Yana birisi plan bizda sabta bolalar taraqqiyot markazi qilgan. Lekin bu bolalar taraqqiyot markazida bolalarni biz 1 yildan tarbiyalaydi ekanmiz. 4 yoshdan yuqori bolalarni tarbiyalaymiz. Unda bo'lganda bu bolalar tayyorlik maktabga kirdi ekan. Tayyorlik maktabga kirmasa boshlang'ich qilmaydi boshqa ekan. Shunda bo'lgan chog'da bu bolani 1 yil tarbiyalasak, yana o'xshashlar shu bir sinfda 60-70 dan bo'lib qo'ydigan o'qituvchilari muashshil ishlaydigan maktablarda bu bolalar bizning tarbiyamizni yiroqlab ketdik. Şu an mening bir boshlang'ich qurish o'yam bor, xususiy boshlang'ich. Buni men qonun siyosat jihatdan buning yo'l borligini ko'rdim. Hem o'zim materiallarni tushirib, taqib qo'ydim. Ba'zi do'stlar yordamlashib buning materiallarini tepishpagan bo'ldi. Hamma narsa taqildi. Hamda biz shundan bir konkret qadam bosishlarni qilib, shu boshlang'ichni qurib olsak degan orzuyimiz bor. Ham bu hozir qilayotgan ingliz tili, turkcha, farschani ochmadik, farsni ochsak bo'ldi deb agar ehtiyoj bo'lsa, buni ham o'zim uydalayman. Bu yilni kengaysak degan orzuyimiz var. Andım bu nimede bolalarni shu to'liq o'ttirini bitkizib bo'lguncha bir ingliz tilida shu bevosita Amerikadagi, Yevropadagi oliy maktablarga imtihon beradigan bir saviyaga kelib shu bolalardan tanlab ota-onasininki qo'llashi, jamiyatning madadi, hukumatning ruxsati bilan shuni bir shu bizning diyorimizda kam bo'layotgan pishiqlash, kurashtırış, yasaş, kasblarda o'qisak, yani texniklik sanoat barpog'ini qiyin bo'lgan kasblarda. Shu bolalar kelib bir texnik sanoat barpo qilsa, shuni bilan ish qurilish doirasi kengaysa, biz sirtqa qon boyliqlarini, paxta, boshliqni ham chiqarmay, biz shu texniklik mahsulotlarni chiqarib baqsak, hozir biz shu dunyo bo'yicha desak bo'ldi. Eng munavvar iste'mol mo'ttivalni qoldik. Hamma narsani setib olamiz, hamma narsani setib olamiz. Bunda bo'lganda biz to'xtamay ishlaymiz, lekin ishlab topganimiz
sirtdan kira orqali poyez orqali kelayotgan bu mahsulotning oldida hech nima bo'lmaydi. Biz faqat mushbet davomlashsa tuvan yani sapasız jismoniy beşlik oynab qolamiz. Yani biz shu zavodchilik yo'liga menib, sanoat barpo qilish yo'liga menib, bir narsa sota oladigan, bir narsa ishlay oladigan iqtidorni hozirlamasak, bu iste'molchiga aylanib qolgan millat taraqqiyot yaxshi bo'lmaydi. Shunga shu bolalarning shu texnika yasash, pishirlash, loyihalash sohalarida bir otamiz qo'llasa, jamiyat qo'llasa, hukumat qo'llasa, mushtahatda biz oldidan shu sohadagi mutaxassislarning fikrini ilib, qanday sohalarda bolalarni o'qisak, shu bolalar bizning shu rayonimizga mos keladigan qanday korxonalar quralaydi degan ularga plan o'tirib qo'yib, buni ota-onalarga bir qur tushuntirib, kichik tipdagi zavodlarni qurib bir texnika bilimlarni öğrenip kilishga evaslak. Masalan, oddiy Turkiyada süt mahsulotlari taraqqiy qilgan, süt mahsulotlarini yasash taraqqiy qilgan, bolalar shuni öğrenip kelsa bo'ladi. Ondan boshqa ibadiy sanoat taraqqiy qilgan, bularni öğrenip kelsak bo'ladi. Ondan boshqa Amerikadagi yangi texnik turlar, Yevropadagi yangi sanoat endüstrisi deganlarni öğrenip kelib, o'sha yerda bolalar shunga munosabatlik kasblarni, zavodlarni qurib qilsa bizning taraqqiyotimizni qoyillik bo'ladi endi. Shunga biz shu bolalarniki o'sha davlatlarda chiqib o'qishiga biz shu Urumchida, Qashqarda va har qaysi yerlarda sharoit yaratsak, shu bola til jihatdan shu chet davlatlarniki ma'rif tuzilmasi, madaniyat jihatdan tushuncha bersak, shu bola shuni chiqib o'qib bir qisqa muddat ichida shuni bitirib kelib, bir egilikni, iqtisodni qo'lga olgandek adam bo'lsa degan orzuyimiz var. Ondan to'rdoshlardan kutadiganim, kutadiganlarim o'chaq, armonlarim bekchaq. Lekin kutadiganim men bunda bir narsani bo'layotam lekin deyman. Quloq mollasi deb bizdoshlar bir gap bor, quloq mollasi deb. Quloq mollasi degan mening tushunchim nima desa, o'zi bir kitob o'qimaydi. To'rdan buguni bu zotning o'g'ini u zotning yana bir kunsi Abdullah o'xshash pek cho'nqur bir narsa bilmaydigan, lekin gapni qarab qildigan bir aylanninki gaplarni anglab, shundan o'zini bilimlikdak esqab qolmas ekan deyman. Bizning bu yerdagi deyilayotgan gaplar samimiy gaplar, lekin buning ichida qanchalik bilim, qanchalik cho'nqur nazariy asosning bog'liqligi yo'q bu narsada. Shunga ham shu to'rda bilim olaman, to'rdagi maqolalarni, to'rdagi yozmalarni ko'rib bilim olaman deb xiyol qilib qolgan bo'lsa, bu xiyol bek saddob qolgan bo'ldi. Shunga biz bolalardan yana to'rga yuzilinib bilim bag'isi olgan bolalardan to'rga yuzilinib to'rdagi materiallar qilib bilim olaman deyotganlarni yana kitobni qo'lga olsa ekan deymiz. Biz kitobdan bilim ilib o'qib, bilim ilib, o'qib degani maktabda o'qib emas, uyda o'qib, bozorda o'qib, tijorat qilib o'qib, ishlab o'qib, buning hammasi o'qish. Mush o'qish orqali olgan bilimlarni kitobdagi bilimlar bilan beyitib, ondan to'rda mush sohada bo'layotgan gapga baviralarga bo'sdiq yaxshi. Men desam, mening mush vaqt taqatgan uchurlarimningki bak yani yaxshi ko'rishga intilishi bizning shu bitik muhitimiz sababidan bo'lgan. Agar bu gaplarni biz inglizcha yoki ruscha yoki turkcha desek chiqib o'qib ketishni atay, chunki u ochiq jamiyat. Butun dunyo ochiq jamiyat. Unda bo'lgandan keyin bu yerda bu bizda o'tgan gaplar allaqachon umlish bo'lgan bo'ldi. Shunga ular bu narsaga hayron qolmaydi endi. Biz bu yer taqdiqning uchurlar bizning muhitimiz bitik o'g'liq sababidan har qaysilarga yoqqan bo'lishi mumkin. Yoki ashunda bir samimiylik, bir kuyinish, bir g'amxo'rlik bo'lishi mumkin. Bu tarafda. Lekin menimcha bilim bu emas. Bilim Abduvali oyatniki yozmalar emas. Bilim bizning ustozlarniki bizlar anglayotgan leksiyalarning o'zi emas. Bilim yana kitobda, bilim yana kutubxonada, bu to'rdagi faqat menimcha biz o'rgangan bilimlarimizni
boshqalarningki asarlariga unda ba'verish orqali boshqalarning asarlarini ko'rish orqali qandoq samimi bilan bug'doyni orishda bizga asos bo'ladigan narsa kitobni o'qiyotgan, kutubxonadan bilayotgan bilimimiz. Shunga oldi bilan kitob o'qisak, oldi bilan o'rgansak, o'sha mening pedagog munavvar bolalarning to'g'ri qancha vaqtni isrof qilmasligini, aksicha o'rgangan bilimlarni sinash uchun, o'rgangan bilimlarni ashqi samimi bilan bug'doyni orish uchun ondan to'g'ri kirishni orzu qilaman. Hamda har xil bildiki mening ma'lumotda shu bilimga intiladigan bir kasbni, ma'lum sohani to'liq chunqur tushunishni xohlagan bolalarga tavsiyam. Lekin yana birsi mening bir kutadiganim, men hamma Uyg'urning to'g'ri chiqishini orzu qilaman. Hamma Uyg'urning to'g'ri bo'lishini, hamma Uyg'urning kunda bir yarim soat to'g'rilarni aralab turishini orzu qilaman. Chunki bu to'g'ri bir erkin, kengri, ozoda bir hur dunyo. Bu hur dunyoga men hamma odamning burroq qadam bosishini, burroq ko'rishni orzu qilaman. Bu deganlik ikkisining faqat qarshi emas. Biz oldingi qatim degan gapni, abim degan gapni bilimlish istaydi, bilim taqitish istaydi, bilimning qimmat yaratish istaydi bolalar bo'ldi. Mao ki degan gap avam degan. Ya'ni hamma odamning qimmat, hamma odam ko'ngil xush qiladigan bir ishlarni qilishni orzu qildi. Bunun yana birisi hamma odam dunyoning fikrlaridan, Uyg'ur jamiyatidagi fikrdan bir xabar olishni orzu qildi. Bundaq odamlar ko'ngil ichish, har xil bilimlardan xabardor bo'lish, dunyo yangiliklarga intilish, qatorliq insoniyat o'rtaq orzu bu. Mush orzuda yashayotgan barliq qarindoshlarning to'g'ri bo'lmasa to'g'ri bo'lib, to'g'ri bilmaydigan bo'lsa to'g'ri biladigan bo'lib, patrab to'g'ri bilan yuz ko'rishni orzu qilaman. Rahmat aka, to'g'ri so'z so'rab sizni avval qildik, vaqtingizni oldik. Lekin bizniki shu so'rash deyish suolimiz intayin jiqdi aka. Vaqtingiz yordamga qoldi. Siz bo'lgan ekan. Lekin hech qisi yo'q sizniki shu yuqorqi suhbatimiz anqiramagan, tushunamagan yerlarimizni sizniki to'g'ri bektimizga to'g'ri yerlarni yo'llab berayotgan esl asarlaringizni tushunib olamiz aka. Rahmat, unda bo'lsa to'g'ri bektimizga barliq xodimlar nomidan bugungi qimmatli vaqtingizni ajratganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Men sizga rahmat aytaman. Qadrli do'stlar, Abdulla akamiz bilan o'tkazgan bu qadimgi ahamiyatli suhbatimiz vaqt munosabati bilan mushana oxirlashdi. Biz programmamiz oxirida Abdulla akamizning yuqorida degan arzu-armonlarining baldiroq ishga oshishini, tanning salomat, barliq ishlarining texnik o'ngishli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Do'stlar, tilak sani ko'rishaylik.